İlk maksam ambadan qo'y. Bugun ustoz san'atkor, muqamshunos, peshvo Abduz Shokir cho'ng dadam bilan kichik buvam bo'ldi mening. Bir suhbat o'tkazib oldi. Ma ikki naqshchi ballamo guvochiligi bilan bir mundishib oldi Abduz aka. Bo'ldi. 1989-yili Şinjan Xalq radio stansiyasiga Qizilsuvdan yo'tkilib kelgan vaqtdan tortib siz meningki ham kichik buvam ham mening birdan bir ustozim bo'lib tuqqanlik rishti bilanmi ustozlik rishti bilanmi yetaklab kelyapsiz. Meningki bir ijodiyatimni kuy shoyi muqam degan ijodiyatimni bizningki dutta shoyi Musajar Ro'zi akimiz, uningdan keyin skripkachi Sana Shoyanninki dаңlıq o'qituvchisi Olim Qodir Uchanglar mening ijodiyat san'at kechiligimda urilgan shu naqsh to'g'riliq bir ikki ig'iz bir suhbat qurib olayli deyman. Oldi bilan tuqqanlik rishtimiz to'g'riliq bir ikki ig'iz gap qilib berang, endi shu naqsh to'g'riliq gap qilishinglar. Sening cho'ng dadang, dadangning dadasi otishdan chiqqan vaqtida Muzdavan orqali. Dadam shu otishlik vaqtida tavirgan vaqtida 18 yoshida limning ostida qolibdi. 1910-yilmi? Dadam inib chiqibdi akamni tashlab. Men shu 1 yoshga kirgan vaqtlarimda 41-yillari bo'lsa kerak. Akam o'ljiga chiqibdi. Shu ko'rgan biz ko'rishmagan. Keyin radio stansiya kelgandan keyin tudab dirim deydigan. Shular bilan paranglashgandan keyin mening bir akam bor. Mening dadam otishdik degandan keyin shu odam aloqalashib teppagan. 74-yilda xizmat bilan janubga berib, birinchi qitim shu akamni ko'rganim shu. Shu bir qitimni ko'rib qoldim, anadan keyin ko'rish muyassar bo'lmadi, akam tugab ketdi. Anadan keyin qolgan tuqqanlarni izlashib kelyapmiz. Tuqqanlarning ichida hammadan yaqin birdan bir izlashib kelayotgan ikkimiz. Shunda. İkimiz asasen tuqqan bu hozirgacha izlashib kelyapmiz. Endi mushu Shokirim boy. Shokir avlodlarininki orasida kichik buvam Abduz Shokir bizningki eng cho'ngimizga aylandi hozir. Cho'ngimiz peshvosimiz mushu Abduz akam. Shu Abduz akamninki izini uchamay san'at sohasidan esaq o'g'li Adil Ablaz, mening o'g'lim Xelil Buxrola izini besib mengavatidi desek bo'ldi. Sizning izingiz chuqum julanib manga Abduz aka. Menden ko'plab Abduz aka nima gaplaringiz bor deb so'rganlarmi bor. So'rmaganlarga men shunda deb keldim. Bo'pmi sen asosida talanti bor. Bo'pmi tug'ma talanti bor. Mayli chason, mayli isin, bu talanti bor odam. Talantli odamlarni xalq o'z yetishtirdi. Abduz aka, sizmi bizga ko'p narsa qoldirmay, mush ma'naviy boylikni qoldirishingizni umid qilamiz. Ham shunda bo'ladigan turdi. Ma'qulamsa. Aman bo'ling. Har vaqt, har zaman telefon qilsangiz, yeningizda biz paydo. Rahmat. 4 kun telefon qilsam ambadan qo'y. Asli shu ajam naqshisiga men kuy she'rini sog'anchu. O naqshimi sizlarning urilishinglar bilan, boshqa san'atkorlarning urilishi bilan xili shu jamiyatimizda Şinjan millat xalqining orasida xili g'ulg'ul qo'zg'agan naqshi bo'ldi. Hamda keyingilar uchun mushu naqshidan bir ariya berib qo'yishni loyiq deb o'taman. Mukkam bişida ateş diyatsa Mukkam bişida ateş diyatsa Şürgüside Bullimiz
çankak Şükside Oğlimiz çankak 12 mukat